2025-yil davomida Rossiyada migrantlar orasida qalbaki hujjatlar bo'yicha jinoyatlar ko'rsatkichi 42% ga oshgan. Migrantlar tomonidan 150 mingga yaqin qonunbuzarlik aniqlangan. Mingga yaqin xorijlik migrantlar qalbaki hujjatlar tayyorlash bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilgan. Hujjatlari joyida bo'lmagan 20 mingga yaqin muhojir Rossiyadan deportatsiya qilingan. Rossiyada qalbaki hujjatlar savdosi firibgarlikmi yoki tijorat? Rossiyaga ishlab oilasini boqish umidi bilan kelgan muhojir ilk qadamning o'zidayoq birinchi xavfga duch keladi. Bu bir qarashda oddiy ko'rinadigan, ammo noxush oqibatlarga olib keluvchi soxta hujjatlar muammosidir. Migrantlar orasida qalbaki hujjatlar masalasi Rossiyada qanchalik keng tarqalgan? Sohibaxon, mana misol uchun men shaxsiy o'zimdan kelib gapiradigan bo'lsam, 2010-yilda kelgan bo'lsam Moskva shahriga. Ilgarigi razрешение работа degan hujjat bilan yurganmiz. Bu juda ham qulay bo'lgan, chunki bir yilda bir marta biz o'sha kerakli summa pulni to'laganmiz. Keyin bir yil davomida yurganmiz behijolat. Keyin bu registratsiyalarda narxi ko'tarilib ketdi. Mana o'rtada patent degan narsa chiqdi. Patentda eng muammoli joyi bu patent bilan bog'liq bo'ldi. Sababi patentni olishda ham muammo, uni to'lovda ham muammo, chunki har oyda pul to'lov, uni ustiga registratsiya to'lov, kvartira to'lov ko'payib ketdi migrantlarga nisbatan. Mana shu jarayonda biz ozgina qiynaldik. Ko'pchilik bu narsalarda qiynaldi to'lov to'lagani, chunki uyiga jo'natish kerak, kvartirasini to'lash kerak. Kvartirada yopmay общежитda, shu podvalda yashirinib yashab yurganlar bor. Bular to'lamasdan yurish oqibatida juda ko'pchiligi deportatsiya bo'ldi, juda ko'pchiligi endi bir yo'lini topib yurdi. Juda ko'pchiligi falshiviy dokumentlar bilan yurdi. Endi falshiviy dokumentlarni ham kim qilib beradi? Falshiviy dokumentlarni ham aynan shu o'zimizdagilar qiladi. Shu bilganim 2010-yillarda mana shu Moskvada Kazanskiy vokzal degan joy bor. Mana shu joyga borardik. Mana shu joyda juda ko'p miqdorda o'zimizning vatandosh yigitlar hujjat bilan shug'ullanishgan. Mana shu registratsiya qilib berish bo'yicha falshiviy registratsiya arzon, haqiqiy registratsiyaga nisbatan. Endi haqiqiy registratsiyaga nisbatan falshiviy arzonligi uchun albatta biz arzoniga yopishganmiz va dokumentimiz falshiviy bo'lgan. Mana shu jarayonlarda ham juda ko'pchilik qo'lga tushgan, juda ko'pchilik deportatsiya qilingan, 5 yildan 10 yilgacha to'lamasdan, shtraflarni to'lamasdan qochib yurgan, ma'lum miqdorda ro'zg'orga berilganlari bor ichida. Bularda ushlab mana qo'lga tushib qolganlari vatanga qaytarilgan. O'sha spis priyomda o'tirganlari bor. Migrantlar orasida eng ko'p tarqalgan aldov turi soxta registratsiya, patent cheki, mehnat shartnomasi va yuridik xizmat nomi ostida taklif qilinadigan hujjatlardir. Firibgarlar odatda o'zini huquqshunos, migratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis yoki ishonchli kompaniya vakili sifatida tanishtiradi. Ularning hujjatlarni arzon va qonuniy qilish va'dasi migrant uchun tejamkor variant sifatida ko'riladi. Ammo bu tejamkorlik ularga juda qimmatga tushishi mumkin. Bular endi albatta o'zimizning vatandoshlar, bularni birov aldamaydi. O'zimizning vatandoshlar shu bir-biridan so'rab boradi, lekin mana ilgari ko'chada, metrolarda oldida juda ko'p ko'radi. Mana shu o'tgan yillari ham dokument qilib beramiz, registratsiya qilib beramiz deb turganlar bor edi. Hattoki bular patentni chekini ham berayotgan. Falshiviy patent cheki, mana birinchi to'lov patentni to'lab kelamiz. Misol uchun 18 mingga patentni to'lab kelgan bo'lsak, bular ikkinchi, uchinchi cheklarini o'zi falshiviy qilishni boshlagan. Bular kimni aldaydi bu bilan? O'zlarini aldaydi. Davlatda aldalmaydi. Juda bilinib qolishini bilib turib ham biznikilar o'sha narsani o'zi o'ngli ravishda tushunib turib ham o'sha narsani oladi. Menga shu qulay ekan deydi, meningcha pul yonimga qoladi deydi. Men ko'p gaplashaman bunaqalar bilan. Ko'p marta aytaman, bunaqa qilmanglar, baribir ko'za kunda sinmaydi, kunida sinib qoladi.
dokumentli yuringlar, xo'p deyishadi, keyin mana bunday qo'lga tushib, отделениеda 3 kunlab o'tirib, keyin o'sha spes priyom deydimi, o'sha spes priyomga olib ketar paytda bilasizmi Sohibaxon, menga nima alam qiladi? Bular har qancha pul berishga tayyor bo'lib qoladi o'sha yerdan chiqish uchun. O'zlari odam qidirib qoladi, tanish qidirib qoladi. Yoki deportatsiyasini oshtirish uchun tanish qidirib qoladi. Men shuncha pul berishga tayyorman, 150 ming, 200 ming rubl deydigan bo'lsa, mana deportatsiyani ochib beramiz degan e'lonlarni ham o'qib qolamanda. Mana shuncha kichkina summa so'ralmaydi u yerda. 15 ming, 20 ming so'ralmaydi. Men shu narsaga ba'zida xafa bo'lib ketaman, shu narsani bilib turib, o'zlari xatoga yo'l qo'yishadi. 10 ming, 15 mingdan qochib turib, mana bunday qo'lga tushgan paytda keyin yana o'sha spes priyomga borib o'tirish, bular azob, uydagilarni xavotiriga qo'yadi, bular o'zlariga ham qiyinchiligi bo'ladi. Afsuski, aksariyat muhojirlar soxta hujjatlar bilan shug'ullanuvchi firibgarlarga bu ishlarning noqonuniyligini bila turib boradi. Men bir narsa deb o'ylayman-da, Sohibaxon, pul sanashni bilgan odam uncha-munchaga sodda bo'lmaydi. Pulni ehtiyot qilishni bilgan odam ham sodda deb bilmayman-da men hech qachon. Endi bular pulni ekonom qilaman deydi. U sherigiga quloq solib qoladi-da, men faloncha, mana yuribman shuncha yildan beri. Shu akaga dokument qildir, mana shu akaniki haqiqiy ekan, bazadan chiqadi deydi. Bunisi ham lop etib shunisiga ishonadi-da, borib o'sha akasi, uni akasiga bu ham o'sha dokumentini berib keladi. Keyin yuradi. Endi bular bazada bor yo'qligini qattan biladi? Qanday tekshiradi bular bazada bor yo'qligini? Bular endi o'sha akasiga ishonib qoladi. O'sha hozir registratsiya rosa kuchaygan payt bo'ldi. Registratsiya 15 ming rublgacha chiqdi. Falshivisi 500 ming rubl bo'ldi. Haqiqiysi 15 ming rublgacha chiqdi. Mana shu taqdirda ham yo'q deyapti-da. Undan ko'ra deydi, ana falonchi aka qilib berar ekan-u. Yurib turaveraychi deyapti-da. Yurib turaveraychi deydi. Mana shu-da. Soxta hujjatlarning umri birinchi tekshiruvdayoq bitadi. Politsiya tekshiruvi jarima va deportatsiya bilan tugaydi. Yanada yomonroq ehtimol esa qamoq jazosi. Ular u narsani tavsiya qilmaydi, bular ogohlantirmaydi ham. Uka, men falshiviy qilib beryapman, ertaga bunaqa qilma. Yo'q, bu narsani ular aytmaydi. Ular o'sha bo'ldi ekan, ertaga manonchi kuni tayyor bo'ladi patent nimangiz, registratsiyangiz deydi, bo'ldi, qilib beraveradi. Ular shunaqa qilib tirikchilik qiladi. Ularni birov majburlamaydi shunga olib borib ber deb. Ular ham majburlamaydi, aka, menga bering, registratsiyangizni men qilib beray demaydi. O'zlari o'sha aytayapman, men kimnidir jo'nataman, u ham kimgadir aytadi, u ham kimgadir aytadi, mana ovoz bo'lib eshitib, reklamalarga ishonib qoladi. Borishadi. Chunki agar reklamalarga ishonmasa, yonidagiga quloq solmaydigan bo'lsa, men haqiqatdan ham ishlagani kelganman, shu yerda yuraman, tirikchilikka kelganman deydigan odam to'g'ri FMSga boradi. Rossiya qonunchiligiga ko'ra hujjat soxtalashtirish ham, soxta hujjatdan foydalanish ham jinoyat. Ya'ni firibgar ham, unga ishongan migrant ham javobgar bo'ladi. So'nggi yillarda migratsiya tizimi shakllanishi barobarida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash ham kuchaydi. 2024-yilning noyabrida Rossiya prezidenti noqonuniy migratsiyani tashkillashtirish uchun jazoni kuchaytiruvchi qonunni imzoladi. Unga ko'ra, qalbaki hujjat tayyorlovchilar endilikda 15 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Oddiy migrant qalbaki hujjatni qanday aniqlashi mumkin? Agar migrant qalbaki hujjatga pul to'lab qo'yganidan keyin uning soxtaligini bilib qolsa, nima qilishi kerak? Umuman olganda, so'nggi paytlarda Rossiyada mana o'sha 2025-yil sentyabrdan boshlab bizda eng ko'p tarqalgan qalbaki hujjat bo'ladigan migratsiya ro'yxatini, registratsiyani onlayn ravishda mana shu Amina ilovasi orqali qilinyapti. Ya'ni Moskva shahri va Moskva viloyatida agar ish maqsadida kelgan chet el fuqarosi bo'lsa, faqatgina shu ilova orqali qilinadi va buni qalbakilashtirib bo'lmaydi. Ya'ni qog'ozda qilinmaydi. Ya'ni boshqa maqsadlarda turizm, o'qish kelgan bo'lsa, albatta ular qog'ozda qilinadi. Va Rossiyaning boshqa regionlarida qog'ozda qilish bor va mana shu qalbaki hujjatlar mavzusi bor. Endi birinchi navbatda tushunish kerakki, migratsiya ro'yxatini iloji boricha o'sha yashab turgan joyini administratsiyasi, rahbariyati, ma'muriyati yoki uyini egasi orqali qilish kerak yoki mana shu
onlayn tarzda o'sha bo'lsa sayt orqali qilinishi kerak. Ya'ni har qanday vositachi firmalar, yuridik firmalar, yuristlar vositachilar orqali qilmaslik kerak birinchisi, chunki ularning bunga vakolati yo'q. Hop, bundan tashqari registratsiyani balkim o'sha shunaqangi nima deydi, vositachi orqali olgan taqdirda ham albatta mana shu registratsiyani o'zini boshqa bir yuridik xizmat markaziga yoki yuristlarga yoki firmaga borib tekshirtirish kerak. Ya'ni Rossiya Ichki ishlar vazirligini bazasida bormi yo'qmi? Chunki ba'ziga kirmay qolishligi mumkin. Odatda 7 kun ichida kiritiladi. Shuni tekshirib olish kerak. Boshqa hujjatlarni, misol uchun patentni faqatgina migratsiya markazida shaxsan olish mumkin xolos. Agar kimdir unga hujjatni olib ketadigan bo'lsa, demak tushunish kerakki, bu qalbaki hujjat. Ya'ni hech kim olishga haqqi yo'q. O'zi barmoqlarni topshirib, to'lovlarni qilib, o'zi har bittasi migratsiya markaziga oladi. Rossiyaning barcha regionlarida shunaqa. Misol uchun VNJ, RVP kabi boshqa hujjatlarda ham xuddi shunday. Ya'ni o'sha migratsiya bo'limlari orqali, o'z yoki migratsiya markazlari orqali regionga qarab bevosita shaxsan o'zi oladi hujjatni. Ya'ni hech kim orqali buni olish imkoniyati. Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, iloji boricha har qanday hujjatni rasmiy organlarda, rasmiy tashkilotlardan shaxsan o'zi olishga harakat qilish kerak. Firibgarga qarshi ariza berish deportatsiya xavfini oshiradimi? Ya'ni firibgarga qarshi ariza yozgan paytda haqida bo'layotgan bo'lsa, mana shu qanday dalillar haqida gapiradigan bo'lsak, qalbaki bo'lgan hujjat, uni aslini olib boriladi. O'sha deylik, sizga hujjat qilib bergan firibgar yoki tashkilot bilan bo'lgan barcha yozishmalar, balki telefon so'zlashmalari, audio yozuvlar bo'lishi mumkin yoki ulardan olingan shartnoma bo'lishi mumkin, hujjatlar. Ya'ni ular bilan mana shu narsa kelishilganligi, ularni bergan va'dalari, olgan pullarni tasdiqlovchi har qanday hujjatlar qo'lga tushishdan oldin, hujjatni, qalbaki hujjatni ishlatishdan oldin ariza qilgan taqdiringizda sizni foydangizga o'sha ishlashi mumkin. Qalbaki hujjat sababidan deportatsiya qilingan migrantga kirish taqiqi bekor qilinishi mumkinmi? Albatta, deylik, o'sha qalbaki hujjatdan foydalanganlik uchun javobgarlik bor. Lekin qalbaki hujjatdan foydalanmasdan turib, ya'ni siz kimgadir pul to'ladingiz, shartnoma qildingiz, boshqa qildingiz, mana shu narsaga sizda shubha bo'lgan, olib kelgandan keyin shubha paydo bo'lgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, shuni foydalanganlikdan qo'lga tushmasdan oldin yoki politsiya xodimi yoki boshqa bir davlat organi vakillari tomonidan siz shu qalbakida hujjatdan foydalanishingiz, qo'lga tushishingizdan oldin siz borib murojaat qilishingiz mumkin. Ya'ni siz o'zingiz shaxsan borib ishlarga, prokuraturaga ariza berib, shunaqa bo'lib bor vaziyatni tushuntirib, sizga kim shu hujjatni sizga qilib berganligini hammasini aytsangiz, ana o'shanda sizga nisbatan chora ko'rilmasligi mumkin va ko'rilmaydi ham. Mana shunda sizda asos bor, chunki siz undan foydalanganingiz yo'q. Javobgarlik faqatgina foydalanganligi uchun. Chunki siz uni deylik, uni o'zingiz tayyorlamagansiz. Ya'ni qalbaki hujjat tayyorgarlikka bor javobgarlik va foydalanganlikka bor. Shuning uchun bu yerda aytish kerakki, agar o'zingiz tayyorlamagan bo'lsangiz, hali va foydalangan bo'lib qo'lga tushmagan bo'lsangiz, demak bunga javobgarlik yo'q. Shuning uchun ham mana shu yerda borib ariza qilishingiz mumkin va shu sababdan men hujjatsiz qoldim, ya'ni bilmasdan hujjatsiz qoldim deyishingiz mumkin. Albatta bu yerda savol tug'iladi, ya'ni o'sha hujjatingizga ishonib topshirgansiz, rasmiy hujjatsiz qoldingiz va sizni Rossiyadagi maqomingiz noqonuniy alingan bo'lishi mumkin. Ya'ni Rossiyada bo'lish muddati o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Bu albatta mana shu arizani yozgandan keyin chegaraga chiqib kelib, boshqatdan hujjatlarni qilishga talab qilinadi va shundan keyin sizda qonuniy maqom paydo bo'ladi. Bunga qonun vaqt beradi. Ya'ni 30 kungacha siz agar chiqib ketsangiz, Rossiyaga kirish taqiq qo'yilmaydi. Ya'ni qo'lga tushganda o'sha siz yozgan arizani ko'rsatishingiz mumkin. Mana shunaqa holat bo'lganligi uchun men chiqib ketyapman chegaraga yangitdan hujjat qilish uchun degan maqsadda ko'rsatsa bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimizki, firibgarga qarshi ariza yozish sizni deportatsiya qilish xavfini ko'paytirmaydi. Hech qanaqacha. Kamaytirishi masala, lekin ko'paytirmaydi. Ya'ni buni deb albatta sizni ariza yozganingiz uchun siz deportatsiya qilinishga haqqi yo'q, chunki siz o'zingizni xohishingiz bilan mana shunaqangi holat haqida xabar beryapsiz. Sud amaliyotida aldanganman yoki bilmabman degan bahonalar qay darajada hisobga olinadi? Bir narsani tushunish kerak, agar fuqaro o'zi borib mana shunaqangi holat haqida o'zini xohishi bilan ariza yozmagan bo'lsa, tushunishimiz kerakki, qonunchilikda o'sha qonunchilik bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi degan prinsip bor. Shuning uchun siz qalbaki hujjat foydalanganingizda qo'lga tushsangiz, aldanib qolibman, bilmabman degan narsalar foyda bermasligi mumkin. Albatta bu yerda ham mana shu deylik, tergov bo'lsa, surishtiruv bo'lsa, ular bilan kelishib, o'sha sizga hujjatlarni qilib bergan shaxslarni haqida ma'lumotlarni bersangiz va mana shu jinoyatni
fosh qilinishiga faol yordam bersangiz, bu holatlar ham albatta o'sha sud tomonidan hisobga olinishi mumkin sizni foydangizga va bu narsa sizga nisbatan qo'llanadigan jazoni yengillashtirishi mumkin. Lekin qo'lga tushgandan keyin to'liq javobgarlikdan ozod qiladi degan narsa yo'q. Ya'ni aldanganman degan yoki bilmabman deb turib jazodan ozod bo'lish imkoniyati yo'q. Firibgarlikning, jinoyatning umri qisqa. Kun kelib fosh bo'lishi, javobgarlikka tortilishi muqarrar. Ammo tejamkorlik qilaman deb ularga murojaat qilgan muhojirlarni ogohlantirish ularning taqdiriga befarq bo'lmagan har bir insonning burchidir. Birinchi navbatda maslahatimiz barcha vatandoshlarimizga hozirgi kunda Rossiyada bilamiz, mana shu migrantni raqamli profili yaratilyapti. Ya'ni Rossiyada mehnat muhojiri Rossiyaga kirganidan boshlab barmoq topshiradi va shu butun Rossiya qancha vaqt davom etsa Rossiyada bo'lishi barcha harakatlari raqamli ravishda nazoratda bo'ladi. Va oldingiga o'xshab noqonuniy yurish, qandaydir qalbaki hujjatlardan foydalanish holatlari juda ham qiyin endi. Bundan buyog'iga doimiy ravishda nazoratda bo'linadi. Va mana ko'ryapmiz, o'tgan yildan boshlab mana shunaqangi hatto migratsiya ro'yxatini ham onlayn ravishda, raqamli ravishda qilish yo'lga qo'yildi. Va bu amaliyot butun Rossiyaga tarqalishi kutilmoqda. Endi bundan keyin doimiy ravishda Rossiyaga qonuniy kirib, qonuniy ravishda ro'yxatdan o'tib va qonuniy ravishda ishlashga to'g'ri keladi. Bunga juda ham e'tibor berishimiz kerak. Iloji boricha eng katta muammo bo'lgan mana shu migratsiya ro'yxati masalasida ko'p maslahat beramizki, imkon boricha hostellarda turish kerak yoki yotoqxonalarda turish kerak. Chunki ular qonun bo'yicha sizga bepul migratsiya ro'yxatini, ya'ni registratsiyani bir kunda qilib berishga majbur. Va bu sizga arzon tushadi. Ya'ni registratsiya uchun alohida pul to'lamaysiz. Odatda uy egalari qilib berganda ham to'lashga to'g'ri keladi yoki uy egasi registratsiya qilib bermaydi. Shuning sababdan registratsiyani sotib olish to'g'ri keladi. Ya'ni bu yerda mana shunaqangi agar hostel yoki yotoqxonaga borib joylansa, yashaganiga pul to'lab, registratsiyani o'z vaqtida bepul va yashab turgan joyiga qilingan registratsiyani olish imkoni bor. Endi uy egasiga ham agar uyga gaplashadigan bo'lsa, iloji boricha tushuntirish kerak. Ya'ni registratsiyani qilinganing bilan bizni mana shu uyga nisbatan egalik huquqi paydo bo'lmaydi. Uyingizni olib qo'ymaymiz biz degan narsani tushuntirish kerak va onlayn ravishda go'suzlik orqali registratsiyani qilsa bo'ladi yoki migratsiya bo'limiga borib qilsa bo'ladi. Ya'ni ular bilan shu narsani kelishib, harakat qilib tushuntirish kerakki, ertaga registratsiya qilib bermasa, uyni egasiga nisbatan ham javobgarlik choralari bor. Shuning uchun uni ham tushuntirish kerak. Migrantlar uchun hujjatlar masalasida maslahatlar. Albatta, agar ishlagani kelgan fuqarolarimiz 30 kun ichida Rossiyaga kirgandan keyin registratsiyani tezroq qilib 30 kunda patentga topshirish shart. Ya'ni patentga topshirib qo'yish kerak va barcha hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirib, patent tezroq olib, qonuniy ravishda, shartnoma asosida. Bu mehnat shartnomasi bo'lishi mumkin. Agar bir qandaydir o'sha jismoniy shaxslar qo'lda ishlatilgan bo'lsa, fuqarolik huquq shartnomasi bo'lishi ham mumkin. Patent olgandan keyin 2 oy ichida har qanday shartnomani o'sha uy ish beruvchi bilan imzolab, migratsiya bo'limiga yuborib qo'yish kerak. Ana o'shanda patent bekor, ya'ni annullирование bo'lmaydi va har oy o'z vaqtida patent olingan kundan 1 kun oldin patent to'lovini to'lab borish kerak. Ana o'shanda patentning muddati cho'zilgan bo'ladi va shu asosda keyin qonuniy yursa bo'ladi. Ya'ni umuman aytmoqchi bo'lganimiz, har qanday hujjatga jiddiy e'tibor berish kerak, to'lovlarni o'tkazib olmaslik kerak, hujjatlarni muddatlarini o'tkazib olmaslik kerak va Rossiyaga borishdan oldin, bir joyga boshqa bir uyga borishdan oldin birinchi navbatda hujjatlarni qanday rasmiylashtirishni rejalashtirib, surishtirib, shularni bir tayinli qilib keyin borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Migrant uchun hujjat shunchaki qog'oz emas, mas'uliyat hamdir. Uni soxta yo'l bilan osonlashtirish esa yillarcha qilgan mehnatingizni yo'qqa chiqarishi mumkin. Firibgarlar aynan sizning hayotingiz bilan savdo qiladi. Ogohlantirishlar sizning xavfsizligingiz uchun. Firibgarlar tuzog'iga tushmang. Qonunlarga amal qiling. Bu sizning eng kuchli qalqoningiz, himoyangizdir.